Nazarbayni postidan 1,4 kilometr kirganda mana shu xonadonimizni sotilyapti. 2,5 sotuv umumiy maydoni bo'lyapti. 250 kvadratcha yashash maydoniga ega bo'lgan joyimizni srochniy narxida sotuvga chiqyapti. Terrasa qismlarigacha bor xonadonimizni bu to'liq versiyasi, to'liq video qilib qo'yamiz. Xo'p, narxini ham sirasiz aytaman, 120 ming dollar startviy narx. Nazarbayni postidan 1,4 kilometr kirib kelasizlar, Grand to'yxonani oldi bilan ham kirib kelsanglar bo'ladi. Grand to'yxonaga yetmasdan arka bilan ham kirib kelsanglar bo'ladi. Bu xonadonimizga. Bu xonadonimizda umumiy 4 ta sanuzuli bor ekan, bitta sanuzul hovlida, 3 tasi ichkarida. Xudo xolasa elektromontajlari qilingan, santexnika ishlari qilib qo'yilgan, malyarkaga почти tayyor xonadonimizni sotuvga chiqaryapmiz. Yo'lak qismini tepasi terrasa bo'lgan ekan, polni terrasa qilib yuborilgan ekan, taxminan 48 kvadratlar atrofida terrasa qismi ham bor ekan. Bu videoni agar oxirigacha ko'rsanglar, yana ham to'liq informatsiyaga ega bo'lasizlar. Ichlarini ham sekin, shoshmasdan, chiroyli qilib obzor qilib video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, informatsiyani to'lig'ini berib qo'yaman. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha obzor qilyapmiz. Bir xilla tushunmayotgan ekan, o'ziga yarasha videoni yo'nalishlari bor-da. Bitta katta videoni ko'pchilik ko'rgisi kelmaydi. O'shanga qisqa qilamiz, qisqa va lo'nda qilib chiqaramiz-da, asosan. O'shani hisobiga etib ketamiz, imkon qadar har bitta videoda to'liq versiyasini ham qo'yamiz degan ma'nodagi videoni etib ketamiz. Shunaqa gaplarni. Xudo xolasa bu xonadonimizda narxi vaqti zo'r bo'ldi, chiroyli narxlarda bo'lyapti. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar bemalol. 25 ming 30 ming atrofida pul tiqsanglar 150 mingga shu xonadonimiz patkulch qilib bitgan taqdirda ham narxi vaqti zo'r bo'lyapti bu lokatsiyaga. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha arzon qilib kelishtirib qo'yamiz egalari bilan talashib tortishib. Mana shu xonadonimizda srochniy narxida sotuvga chiqyapti. Bismillah deb ichlarini bitta obzor qilib ko'rsatamiz. Bismillah, xonadonimizga kirganimizda ikkita mashinani bemalol joylab qo'ysanglar bo'ladi. Zeleniy zonasi bor, bu yoqda sanuzullari bor. Xo'p, ichlarini bitta obzor qilib ko'rsatamiz. High-tech stilda cho'tki qilib imoratni qurib qo'yishdi. Quruvchilarimiz xudo xolasa, mana bu yoqdan ham bitta ko'rinishini ko'ringlar. Terrasa qismiga ham ega bu xonadonimizda. Xonadonimizda juda ham chiroyli stilda qurilgan. Ichlarini ham bitta ko'rsataman. Bismillah deb ichkariga kirganimizda polniyani tepalariga plitalar qilib tashlangan. To'pli pol santexnika ishlarini hammasini bitirib qo'yishgan. Elektromontajlarni ham bitirib qo'yishgan. Bu yoqda bitta spalniy bo'lyapti. Bu yoqda garderobnisi bor, bu yoqda sanuzuliga ega bo'lyapti. Xo'p, bu yoq tarafda zinani tagiga ham sanuzulga joy tashlab ketilgan. Mana bu yoqni ham ko'ryapsizlar. Hozir ikkinchi etajni ham chiqib ko'rsataman. Bu yoqda bitta katta zal qismi. Xudo xolasa yaxshi sifatli narsalar ishlatilgan ekan. Bu yerda ham kichkinagina kladovka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda oshxona qismi bo'lyapti. Xo'p, bu yoqda orqa hovliga joy tashlab ketilgan, havo aylanishiga, yorug'likda tushib turishiga, yozgi oshxona qilishga joy tashlab ketilgan. Bitta oshxonani tegi podval bo'lib qolyapti. Endi sizlar bilan ikkinchi etajga chiqib bitta obzor qilib ko'rsatamiz. Bismillah, ikkinchi etajga ham mana chiqib oldik. Ko'rasizlar, to'pli polni aylantirib qo'yilgan. Sifatli qilib, cho'tki qilib, baqvat qilib qurilgan ekan bu xonadonimizda. Hop, bu yoq tarafda bitta yotoqxona bo'lyapti. Masalan, bolalar uchun bitta yotoqxona deb hisoblaylik. Bu yerda bitta yotoqxona. Xo'p, bu yoq tarafda shu zalli tepasi yana bitta xona bo'lyapti. Xohlasanglar zal qilib qo'yasizlar, xohlasanglar yotoqxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda umumiy yana bitta sanuzul bo'lyapti. Bu yoqda yana bitta yotoqxona bo'lyapti. Xo'p, endi mana bu hol qismi bo'lyapti. Kattagina, kichkina emas. Kattagina. Endi terrasa qismiga chiqamiz. Terrasa qismini ham yorib yuborishdi, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yoqda ko'rinishi kichkina emas, kattagina qilib qilingan. Xudo xolasa xonadonimizda vaqti zo'r joyda joylashgan. Salomat bo'linglar. Sizlarni hurmat qilamiz. Imkon qadar sizlarga xalqqa foydasi tegadigan videolarni chiqarishga harakatini qilaveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.